Menga qara, qiz bolani o'qitib nima qilasan? Ha, qiz bola o'qib senga shahar olib berarmidi? Onajon, qiz bolani o'qitsa shahardan-da katta narsalar olib beradi. O'zing yo'riqqa yurg'izasan-da. Burxonjon yoshligida yuvoshgina bola edi. Sen xotin ahmoqmisan o'zi? U qiz hali yosh bo'lsa, qo'pol qilayotganda turmush qurishga hali aqli ham yetmaydi uni. Men tibbiy ko'rikdan o'taman degandaylar. O'shanda tibbiy ko'rikdan o'tgandi deylar, shundaymi? Assalomu alaykum onajon. Va alaykum Yaxshi o'tiribsizmi onajon? Yaxshi keldingmi bolam? Ha? Rahmat. Buncha ertaroq qaytibsanmi? Ishim vaqtliroq tugagandi. Shu uchun kelaverdim onajon. Ol, choydan ich. Rahmat. Assalomu alaykum. Kel bolam. Kel qizim. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi qizim? Assalomu alaykum buvijon. Zerikib qolmadingizmi? Yo'q, o'zing yaxshi keldingmi Ha, bolam? rahmat. Ona qizim. Sani o'qishga kirishing uchun tayyorlovga ingliz tili o'qituvchi topdim. Ertaga tanishtiraman. Nasib, o'qishga kirib ketasan. Xo'p, dadajon, rahmat sizga. Institutga kirib ketsang, meni quvonganim shu bolam. Men xonamga kirib, usti boshimni almashtirib chiqay, keyin ovqat harakatini boshlayman. Aytgancha, oyim ham kelayotgan ekanlar. Mayli qizim, bor. Menga qara, qiz bolani o'qitib nima qilasan? Ha, qiz bola o'qib senga shahar olib berarmidi? Onajon, qiz bolani o'qitsa shahardan-da katta narsalar olib beradi. Mana singlim Mohinaxonni o'qitdik. Turmushga chiqazdik. Oilasi tinch. Yaxshi yashayapti. Ha, qo'shnimiz Karim akani qarang. Qizni o'qitmasdan turmushga chiqarib yubordi. Har kuni uyda notinch, janjal. Bilasizmi? Har qanday janjal shu yetishmovchilikdan, kamchilikdan kelib chiqadi onajon. Ha, bilganingni qil. O'qitib pul sarflab o'zingni qiynamagin deyman-da. Menga qara, joyi chiqsa uzatamiz. Tinib, tinchib, erga tegib o'tirsin. Tushundingmi? Ha, singlingni gapirma. Singlingni o'qitish otangni vasiyati edi. Tushundingmi? Xo'p onajon. Men xonamga chiqib boshimni almashtirib kelay. Hozir kelaman. O'qitarmish. Hormaylar, hormaylar. Kechga nima ovqat qilyapsizlar? Salomat bo'ling. O'zimizga osh damlayapman. Oyjonga sho'rva tashab qo'ydim. Oyjon axir osh yemaydilar-ku. Ha, mayli. Avval sho'rvani tortasizlar. Ketidan osh olib kirasizlar. O'shanda hammani kayfiyati yaxshi bo'ladi. Xo'p. Ungacha siz Murodjonni qo'shimcha darsdan olib kelib turing. Ovqatim tayyor bo'lib qoladi. Keyin birgalashib ovqatlanamiz. Ha, shu Murodjonni qo'shimcha darsdan olib kelishga ketayotganimni aytaman deb kirgandim. Dasturxon tayyorlab turinglar, rost kelamiz. Bo'pti. Oyijon, buvim oshi yaxshi yedilar. Anu kuni ammamlarnikiga mehmonga borganimizda ammam osh damlab berdilar. Buvim mazza qilib yeb oldilar. Uyda erkalanadilarmi yoki ovqat tanlaydilarmi? Endi qizim, bu qarichilik. Biz o'zimiz hali qanaqangi qariymiz, buni Xudo biladi. Bo'yini injiqliklarini ko'tarib, nima desalar, xo'p bo'ladi deb ko'ngillarni ko'tarishga harakat qilgan. Xo'pmi bola? Xo'p. Men bo'lmasam, bo'yindan xabar olay. Sen ovqatga salatlaring qilib turaver, xo'pmi? Ha, dugonajon, yaxshimisan? Ha, eson omon yuribsanmi? Juda diydorni ham narxini oshirib yubording-da.
Kel, bugun kel. Bir gaplashib o'tiraylik. Sog'indim. Shunaqasan-da. Ha, bo'pti, ertaga kel. Ertaga kelasan, ha? Xo'p. Ha, kutaman. Serialim boshlanadigan paytim bo'lib qopti. Assalomu alaykum onajon. Alaykum assalom, bolam. Yaxshi borib keldingmi? Yaxshi o'tiribsizmi? Ha. Zerikkansizmi? Yo'q, serialim boshlanadigan payt bo'lib qopti. Men ko'rib olay-chi. Onajon, bugun ona bola bo'lib bir shahardan aylab kelsak degan. Nima deysiz? Ha, mayli. Faqat birpas kutib turgin, ko'rib olay, ko'rib chiqing. Serialni yana takror beradi onajon. Ha. Keling. E'tirozga o'rin yo'q. Kiyinib chiqing, o'zim bir aylantirib kelaman onajonimiz. Shunaqami? Xo'p. Qani bor. Mayli, hozir kiyinib chiqay bo'lmasa. Xo'p. Ha, onajon, men tashqarida sizni kutib turaman. Nima olib keldim o'rtoq? Voy, ovora bo'psan-de. Qo'rqsa sen ham bo'lardi. Voy, Xudoga shukr. Voy, kasalamon keldingmi, ha? Qani omi qadam yetdi, balo yetmasin. Yaxshi to'ylarga yetkazsin. Ilohim. Allohu akbar. Yaxshimisan, dugonajon? Xudoga Hollaring yaxshimi? Ishlaring yaxshimi? O'zing yaxshimisan? Voy, 3 kundan beri kelaman deb daraging yo'q. Ha, namuncha, ha? Buni qo'y. Voy, o'rtoqjon, biram sog'inib ketdim. O'zing yaxshimisan? Xudoga shukr. Solilaring yaxshimi? Rahmat. o'rgilib Mana pensiya pullarimni olib, Burxonjonni davrida o'ynab, kulib o'tiribman, o'rtoqjon. Iloyim, o'ynab kulib yurgin dugonajon. Shu desang, men ham o'tirganim yo'q. Nabiramni sharofati bilan haligi bir Dubay degan voy shunaqa zo'r joy bor ekan. O'sha yoqqa borib dam olib keldim. Voy, maza qilsana. Nabiramchi haligi o'qishni bitirdi-da, bir nima turizm degan joygacha ishga kirdi. Voy, yaxshi ishlagani uchun uni boshliq qilib qo'ygan. Shuning uchun men ham yayrab yashnab yuribman dugonajon. Voy, bo'lsin, loyiq yursin. Rahmat. Voy, dugonajon. Yana bir sababi o'g'il navaramga kelin qidirib charchadim. Voy, bormagan joyim qolmadi. Voy, birortasi yoqmasa-da, o'rtoq. Hey, o'rtoq, hozirgi yoshlarni ko'ndirish qiyin. Assalomu alaykum buvijon. Alaykum. Assalomu alaykum Nazira buvi, yaxshimisiz? Kepsiz. Voy, Nazir, bu meni nevaram, Burxonni qizi. Voy, hali Burxonni qizi. Hali etagini yopishib olib yig'lab yurgan qizingmi? Voy, bugina o'rgilsin. Qara, o'rtoq. Vaqt o'tishini qara. Voy, kichkinagina qiz edi. Voy, o'zim o'rgilib ketdim. O'qishlaring yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Baraka top. Ha, mayli unda men xonaga kirib kiyimlarimni almashtirib, keyin sizlarga dasturxon hozirlayman. Voy, vaqt o'tishini qaragan, Nazir. Nazir, voy o'rtoq. Ha? Qara. Nechinchi sinfda o'qiydi? Hay, 9ni bitirib, kollejda o'qiyapti. Burxon bo'lsa buni institutga kirgizaman, tayyorgarlik qilsin, u bu deydi. Ha, o'zi bilasan, u Burxon ziyolilarni yaxshi ko'radi. Shunaqa katta qiz bo'lib qoldimi? Voy, sanchi ko'p Burxonni yomonlavermagan. Men qara, shu Burxoning mana anu navaramni til o'rgatdi, rosa o'rgatib, institutga kirib oldi mana. Institutni ham bitirdi. Bolang juda ham aqlli nava o'g'ling. Shundoq deysan-u, lekin men qiz bolani o'qitib nima qilasan, shahar olib berarmidi deb turibman. Hammamiz shu. Qara. Shundan bering. Menga juda ham yoqdi-da. Nabiramga kelin qilsam nima deysan? Voy, nima dedim, jon deyman, jon deyman. Hay, menga qara, lekin Burxonni ko'ndirish qiyin-da. Yo'q, Men qara,
Sen biror kuni nevarangni olib mehmonga kelgin. Baraka top qizim. Mani nevaramga yoqadigan qiz-a. Bo'y bastayam. Voy odobini qara. O'zim o'rgilib ketdi. Ilohim Xudoyim qilsin, nevaramga kelin bo'lsin. Assalomu alaykum. Dadasi yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Bugun kechga sinfdoshlarim bilan choyxonam bor. Senga bozorlikni qilib bersam, o'zim choyxonaga borsam degandim. Ha, mayli. Ha, aytgandek, xolam qo'ng'iroq qildilar. Indinga to'y qilishayotgan ekan. Bugunoq taklifnomani yetkaziraman dedilar. Men telefonda aytganingiz yetadi dedim. Bir indinga oyijon uchalamiz to'ylar muborak bo'lsin qilib o'tib kelamiz, a? Mayli. Oyim ham uyda o'tirib zerikdilar. Birga borib kelaveramiz. Keyinchi oyim bilan birgalikda sizlarni bir chet davlatga sayrga jo'natsam degandim. Mayli. Juda yaxshi bo'pti. Oyijon bilan bir maza qilib aylanib kelamiz-da. Oyijondan o'zlaridan so'rayman. Qayerni xohlasalar o'sha yerga jo'natasizda. Yaqinda Nazira xola Dubayga borib kelganlarini rosa maqtagandilar. Oyimni ham havas ketdimi deyman. Shu Dubayga jo'natsam bo'lar ekanmi sizlar? Ha. O'sha yer ham chiroyli davlat. Qayerga nasib qilsa o'sha yerga borib kelamiz-da bo'lmasa. Qani ketdik bo'lmasa? Qani ketdik. Xo'p. Alo. Assalomu alaykum oyijon. Ha, uyga keldim. Oyijon uyda mehmon bor ekan. Buvim o'rtoqlari bor edi-yu, Nazira buvi. Ha, o'shalar kelgan ekan. Choy qo'ydim. Hozir dasturxon tayyorlayotdim. Bo'ldi, xo'p oyijon. Xo'p, kelavering. Menga qara, ancha bo'ldi anu. Hakimaxonni Faridadan ko'rib turibsanmi, o'ta? Voy, ko'pdan beri ko'rmayman. Qo'ng'iroq ham qilishmaydi, tekshmaka. Mana choylarni yangilab keldim. Choyingiz bormi? Bor qizim. Bolam bor. O'zim o'rgili qizim. Ota-onasini hurmat qilib, xursand qiladigan qizlardan bo'ling, jonim bolam. Dadam bilan gaplashgandim. Oyim bilan kelishayotgan ekan. Nima ovqat qiling deb so'rasam, yo'ldan kabob olib olamiz dedilar. Voy, Ha, voy, yaxshi. Bo'lmasa ichkariga kirib darsingni qilavergan. Oying bilan dadang kelsa, o'zing kutib olarsan, a? Xo'p, buvijon, men xonamda bo'laman. Mayli, uyda mehmon bor deb aytaman. Ha, Salim. ha? O'ta. O'zim gaplashsam-da, mani o'g'il navaramga qizingni berasan deb o'zim aytsam. Voy, yo'q. Voy, bunaqa narsalarga Burxon juda ham jiddiy qaraydi. Birdaniga etib bo'lmaydi, yo'q. Ha, menga qara. Voy, aristokrat xonim, menga qara. Men o'zim ishni pishtaman. O'zim sekin tushuntirib ishni pishtaman-da. Keyin tayyorini sen ichasan. Bo'ptimi? Azaldan tishlagan joyini shunday uzib olasan-da, bu yoqni ham o'zing uzib menga berasan. Men senga ishonaman, o'rtog'im. Yaxshi gaplashgan. Xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Iloyim. Turgin. Ol, choyga qara. Ol, shukr. Qani, olinglar bolam. Oling, oyi, oling. Olman. Onajon. Dilfuza bilan ikkalangizni Dubayga sayohatga yuborsan degandim. Sayyohlik agentligiga borib hozir uchrashib, chiptalarni olib kelsam. Nima deysiz? Voy, baraka top o'g'lim. Ishlaringni rivojini bersin. Yaxshi. Menga qara o'g'lim. Mana bu Nazira xolang bor-ku. Shu Nazira xolangni bitta nevarasi bor. O'sha institutni bitirib, mana shunaqangi turistik fermaga direktor bo'libdi. O'shani oldiga borsang, yaxshiroq joylarni taklif qilarmidi deyman-da, a? Mayli. Siz nima desiz shu? Nazira buvimizni telefon raqamlarini bersangiz,
nevarasi bilan bog'lanib ko'rardim. oyijon, Nazira xola mazza qilib sayohatga borib keldilar. Menimcha nabirasini o'zi olib borib keldi shekilli. Ha, shunaqa. Voy, xursandligini ko'rsiz. Voy, menga qara. Shu endi uni o'g'li, shu nevarasi institutni bitirdi. Ha, yigit kishi institutni bitirsa, martabali bo'lsa yaxshi-da. Lekin qiz bola baribir birovni xasmi. Uzatiladi, ketadi. Ha? Nima dedilar? Qizim, shoshmasdan choyini ichgin. Ha, kalligingni o'zim tashab qo'yaman hozir. Qaytishingda birga qaytamiz. O'qishing tugagandan keyin qo'ng'iroq qilarsan. Onajon, bo'pti, Nazira buvini nevarasi bilan telefonlashaman. Faqat hozir ishga shoshilib turgandim. Duo qilib yuborsangiz. Amin, o'tirgan o'rnimiz yo'qolmasin. Hammani mushkulot oson, hojat ravon bo'lsin. Shu o'yda ham yaxshi to'yla bo'lsin. Allohu akbar. Qani, Yaxshi o'tiring. Men kuzatib qani qo'ying. yura qolguncha. Men haligi Nazira xolangni telefon nomerini yozib beray. Aytmoqchimanki, agar eringiz rostdan siz aytgandaqa yuradigan bo'lganda, boshqa bo'lganda, narigi ayolni ustiga ham xuddi shu ish qilgan bo'lar edi-da va Onajon, chaqirtiribsiz. Tinchlikmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Chaqirtirdim bolam. Xo'p. Sen bilan bir masalada gaplashmoqchi edim. Eshitaman, oy. Madina haqida gaplashmoqchiman. Madinaga nima qildi? Tinchlikmi, oy? Tinchlik. Mana bu Nazira xolangni bilasan-a? Ana shu Nazira xolangni institutni bitirgan, turizm firmasida direktor bo'lib ishlaydigan nabirasi bor. O'sha nabirasiga Madina nevaramni so'rayapti. Shunga nima deysan? Ona. Nima desangiz xo'p deyman. Lekin bu maslahatingizga yo'q deyman. Axir Madina endi 17 yoshga chiqdi. Hali u tuzukroq ovqat qilishni ham bilmaydi. Turmush nimaligini tushunmasa, institutga kirsin, o'qisin, hayotni ko'rsin. O'ziga yoqqan biror bir insonga uzatarmiz. Shoshilib qo'yaqqa boramiz, omi? Sen shunday deyverasan. Lekin Madina meni bosh nevaram. Ha, meni aytganim bo'ladi. Kuyov qilsang, mana shunday boyvachcha, direktor, taxtli odamni kuyov qilishni men orzu qilyapman. Ona, meni qizim Madina, ya'ni sizni nevarangiz bir qop kartoshka emas. Biz inson taqdiri haqida gaplashyapmiz. Bu mavzu yopildi. Men charchaganman. Dam olishim kerak. Yo'q, bu mavzu yopilmadi. Hali yana gaplashamiz. Alo, singlim. Yaxshimisan? Jiyanlarim yaxshimi? Kuyov yaxshimi? Assalomu alaykum akajon. Yaxshimisiz? Ishlaringiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Va alaykum assalom. Yaxshiman. Ishlarim ham yaxshi. Uyga kelmay qo'yding? Ishing ko'payib ketdimi? Ha, shu kunlarda ish ko'payib, oyimni sizni ko'rishga ham bora olmayapman. Sizlarni juda ham sog'indim. Ertaga dam olish kunida uyga bormoqchi edim. Aka, uyda bo'lasizmi? Uyda bo'laman. Jiyanlarimni, kuyovni ham olib kel. Bir oshxo'rlik qilamiz-da singiljon. Haligi aka, boya oyim bilan qo'ng'iroqlashgandim. Siz bilan gaplashibdilar. Madinani Nazira xola nabirasiga so'rayotgan ekan. Siz yo'q debsiz. Nega aka? Mohina, bu telefonda gaplashadigan gap emas. Madina hali yosh. Men qizimni turmushga berib, yosh umrini xazon qilish niyatim yo'q. Qo'y shu gaplarni. Ertaga keyin bafirja gaplashamiz. Xo'p bo'ladi aka. O'zingiz ehtiyot qiling. Sog' bo'ling. Xo'p, sog' bo'ling.
hayot o'yinchoq bularga. Oyjon, tushlik tayyor bo'ldi. Ertalab ham hech narsa yemadingiz. Yuring birga tushlik qilaylik. Qornim to'q. Oyjon, biror joyingiz og'riyaptimi? Doktorga borib kelaymi? Yo bo'lmasam o'g'lingizni chaqiring. Birga borib ko'rsatib kelamiz, xo'pmi? Soppa sog'ma. Tushundingizmi? Menga qarang. Men nabiramga xo'jayinlik qila olmasmishman. Burxon sizga biror narsa demadimi? Yo'q, hech narsa demadilar. Tinchlikmi, oyjon? Meni Nazira o'rtog'im nevarasiga Madinani so'rayapti. Kecha Burxonga gapirsam, ko'nmadi. Voy. Oyjon. Madina hali 17 ga ham to'lmadi-ku. Oldin oliygohga o'qishga kirvasin, turmushga berish qochmas. 17 ga kirganmish, yoshmish. Bizni davrimizda 13 yosh, 15 yosh qizlar turmushga chiqib ketgan, hech kim nolimagan. Endi bular bo'lsa 17 ga chiqsa ham olib o'tirsa, yoshimish. Oyjon. Oldin uni oliygohga o'qishga kiritaylik. Keyin uzatsak bo'ladi. Undan ko'ra yuring. Men tushlik tayyorlay, choy qo'yib qo'ygandim. Chiqavering, oyjon. Men tayyorlab turaman. Nevaramga xo'jayinlik qila olmasmishman. Bular haddidan oshib ketganga o'xshaydi. Mana ko'rasanlar, baribir Madina o'sha dugonamga kelin bo'ladi. Kelin bo'ladi. Obke ovqatingni. Mana ovqat. Qo'li gul qizimni aylanay. Qanichi? Madina qizim, oying ishdan kelmadimi? Yo'ldalar, hozir kelib qoladilar. Endi qizim, sen bilan bir gaplashib olsak. Eshitaman, buvijon. Men bu Nazira xolangni bilasan-a? O'sha Nazira xolangni bitta nevarasi bor ekan. Shundoq o'qimishli, yaxshi yigit ekan. O'sha turistik fermani boshlig'imish. Nazira xolang o'shanga seni so'rab kelibdi. Buvijon, men hali kollejni bitirganim yo'q. Kollejni bitirgandan keyin ham institutga harakat qilib ko'rmoqchiman. Bu ishlarni dadam bilan oyim bilsalar, jahllari chiqadi. Ulardan beso'roq qila olmayman, buvijon. Voy, bu uyda menmi katta yoki seni onangmi? Ha? Baribir meni aytganim bo'ladi. Ol, yemisam ovqatingni. Ishtaham yo'q. Assalomu alaykum oja. Yaxshi o'tiribsizmi, tuzumsiz? Rahmat, bolam. Mohina senmisan? Ha, yaxshimisan bolam? Solilaring yaxshimi? Uychilar hamma tinchmi? Bolalaring yaxshimi? Yaxshi oja. O'zingiz, akam, kinoyim, jalarim yaxshimi? Qo'ng'iroq qilgan ekansiz, eshitmabman. Ha, qo'ng'iroq qilgan edim. Mohina, sendan bir iltimosim bor edi. Mana bu Nazira xolang bor-ku, o'sha Nazira xolang nevarasiga Madinani so'rayotuvdi. Akang bilan kelinaying ko'nmayapti. Sen ham bundoq kelib, akangni gapga solib, ko'ndirib bersang-chi. Juda yaxshi joy edi-da. Anu turizm fermasida direktor bo'lib ishlar ekan. Shundoq joy qo'ldan ketmasin deyatuvdim-da. Kelib sekin gapga solib, akang bilan kelinayingni ko'ndirib bergin. Oyi, o'zingiz chiroyli qilib saqlanashtiryapsiz-ku. Men aralashishga hojat ham yo'q. 1-2 kunda boraman. Sizlarni juda ham sog'indim. O'shanda gaplashamiz. Hozir ishda edim, oyijon. Kechroq uyga borib yana qo'ng'iroq qilaman. Yaxshi o'tiring. Mayli qizim. Sog' bo'l, o'zingni ehtiyot qilgin. Xo'p bo'ladi.
endi dugonajon sen aytganda men harakat qilib o'g'lim Burxon bilan rosa gaplashdim. Xo'sh, Endi ko'rasan, bilasan, o'ta jiddiyroq. Ko'nmayapti-da. Endi bu yog'iga o'zing gaplashsang. Sovchilikka keldim deb sekin o'zing yo'riqqa yurg'izasan-da. dugonajon, shu Burxonjon yoshligida yuvoshgina bola edi. Bilmayman, katta bo'lib sal qaysarroq bo'lib qoptimi? Ha, mayli, gaplasharman. Navaram kollejiga boribdi. Uzoqdan ko'ribdi. Voy, yoqtirib qopti. Voy, ana yaxshi bo'pti. Voy, yana nima deydi? Buvijonmish. Turmush bu oson quriladigan bino emasmish. Voy, menga aql o'rgatyapti-ya, qara. Ey xudoyim, ey. Voy, hozirgi yoshlar hammasi pishiq. Nima deyishni yaxshi biladi. Endi dugonajon, bu yog'i o'zingdan. Burxon bilan uchrashib, sovchilikka keldim deb sekin gapga solasan, o'zing gapga ustasan-ku. Bu yog'ini men ham harakat qilaveraman. Xudo xolasa to'y bo'ladi. Mayli. O'zim bir amallab gaplasharman Burxonjon bilan. Lekin bilasanmi, menimcha taqdir bo'lsa o'zidan o'zi bo'lib ketadi. Iloyim, duo qilib turaylik. U yog'i bir gap bo'lar, a? To'y bo'lsin deb harakat qilsak, Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Iloyim, aytganlaring kelsin. To'yda bo'lsin, iloyim. Yaxshi bo'ladi. Voy, seni ham qiynab qo'ydim, dugonajon. Yo, nega qiynaysan? To'ylarga yetkazsin, to'yga yetkazsin, iloyim. Burxonjon, bolajonim, men seni yoshligingdan bilaman. Oldimda katta bo'lgansan. Nima ovqat yaxshi ko'rishingni, nimani yomon ko'rishingni, hattoki qaysi rangni yaxshi ko'rishingni ham bilaman, bolam. Esingdami? Tandirda non yopsam, issiq non yeyman deb yugurib kelarding. Esingda? Esimda, xolajon, esimda. Chunki tandirlarni siz juda ham shirin pishirardingiz-da. Qolaversa, har yakshanba kuni Ma'mur akam bilan birga o'ynardik. Ma'mur akam hozir o'zi bilan o'zi ovora. Shu Amerikaga ketib shu ish bilan yuribdi. Uni o'g'li Navaram yaqindagina meni chet elga yuboruvdi. Endi buvijon sizni Misrga yuboraman deb turibdi. Bolam, shu nabiramga seni qizingni qo'lini so'rab kelgandim, bolam. Bolamni ishlari bitsa ota-onasi oldiga ketadi. Qizingni ham olib ketadi. O'qishidan xavotir olma. Qizingni Amerikaga o'qishga yuboraman. O'zim bosh-qosh bo'laman. Nima deding, bolam? Xolajon, oilangizni o'z oilamdek bilaman. Ma'mur akani ham yaxshi taniyman. Ammo bilasizmi, hali qizim yosh. Avval institutga kirsin, keyin bir gap bo'lar, onajon. Yoshlarimizni erta turmushga berib, ular bir-birini tushunmasdan erta ajralishlar ko'p bo'layapti. O'qishga kirsa yaxshi bo'larmidi degan. Qiz bolaning diplomi bo'lsa, bir olam degan gapda. Ro'zg'orni tinchi, hammasi shunga bog'liq bo'lardi. Men sizning nabirangizga qizimni berishni xohlayman. Ammo biroz vaqt o'tsin, maslahatlasharmiz. Burxonjon bolam, meni dangalchiligimni bilasan-a, bolam. Senga so'z beraman. Qizing bilmaganini o'rgataman. Qo'limdan kelgan yordamimni ayamayman. Onangga aytsam, rad javobini beribsan, bolam. O'shanga o'zingdan so'ray deb kelgandim. Nima deysan? Mayli. Bizlar maslahatlashib, 1-2 kunda javobini aytamiz, dugonajon. Rahmat, o'rtoqjon, rahmat. Men kutaman, ha? Mayli, Albatta. Rahmat.
Madina Westminster universitetiga o'qishga kirsa, uni orzusi Amerikaga ketish edi. Balki Alloh yo'l ochyaptimikan, a? Nima deysiz? Ha. Amerikaga yo'l ochilyapti. To'yni tezlashtiramizda endi. Ha? Nima deysiz endi? Menga qara. Sen xotin ahmoqmisan o'zi? U qiz hali yosh bo'lsa, qo'pol qilayotganda turmush qurishga hali aqli ham yetmaydi uni. Menga qara. Sen nima buncha kalta o'ylaysan? U turmush qurishga u tayyormi o'zi? Yo'q. Sallaga faqat Amerika ana u davralarda o'tirganda karillab gapirishing kerak. Shunaqami? Sen qizimizni taqdirini o'ylamaysan. Ehson aqlingga. Men nima dedim? Qizimizga yaxshi bo'lsin. Qizimizni orzusi shu edi dedim-ku. Nima dedim boshqa? Hey, bo'ldi qiyin. Ovozingni o'chir. Bu mavzuni yopdik. Bo'pti, xo'p. Xo'p. Madina, bolam, nega yig'layapsan jon qizim? Oyi, meni qanchadan qancha orzularim bor. Hali kollejni bitirmasimdan oldin nimaga meni erga beryapsizlar? Jon oyi, iltimos meni turmushga bermang. Qizim, universitetga o'qishga kirsang, Amerikaga borib o'qish imkoniyati bo'ladi-ku. Nega tushunmaysan? Dunyo kezasan. Bola juda obro'li joyda ishlar ekan. Bunaqangi imkoniyat har doim bo'lavermaydi, jon qizim. Yaxshilab o'ylab ko'rgin. Xo'p? Oyi, Amerikada o'qishni o'z kuchim bilan erishsam bo'ladi-ku. Nega buncha shoshaverasizlar axir? Bo'ldi qil. Ish pishgan. Gap tamom. Hozir ichkariga kirib kiyinginda amaynikiga bor. Yigit bilan uchrashasan. Tushundingmi? Oyi, Bo'la qol. Ko'p gapirma. nimaga meni hech kim tushunmaydi? Ona qizim. Nimaga yig'lab o'tiribsan? Kimdir xafa qildimi? Dadajon, hammasi yaxshi. Hech kim xafa qilmadi. Bilaman qizim. Bo'layotgan ishlardan xafadirsan. Agar sen norozi bo'lsang, to'yni to'xtatamiz. To'y bo'lmaydi. Nima deydi? Yo'q dada, to'y bo'ladi. Siz, buvam, onam xursand bo'lsanglar bo'ldi. Bu ko'z yoshlarim bir erkalik qildi-da. Mayli dadajon, men choy qo'yaman. Oshxonaga kiring, choy ichamiz. Kelin, mana bu uzukni nabiramga atagandim. O'zingiz bilasiz, oyimlardan yodgorlik edi. Endi shu Madinaxonni to'yi bo'lsa qo'liga taqib qo'yaman, xudo xolasa. Voy, oyijon. Shu uzugingizga rosa havasim kelardi. Juda chiroyli uzukda, rahmat oyijon. O'zingiz taqib qo'yasiz qo'llarga. O'zim taqib qo'yaman, to'ylar bo'lsa iloyim. Endi kelin, mana shu sarpalarni ham anavi olib kelgan sarpamiz bor, o'shanga qo'shib qo'ysangiz. Mana uni bozordan olib chiqdim, qudamlarga deb. Mana uni shu kelin sarpaga qo'shasiz. Mana qo'ynini ham qudamga. Xullas, mana bularni bo'lsa keldi ketdiga, u buga ishlatib yuborasizda. Hammasini bitta chiroyli qilib taxlab qo'ying. Xo'p. Voy, ishqim qizgina baxtli bo'lsin deb. Xudoyingiz ham rosa xursand bo'ladigan bo'ldi-da, oyijon. Ha, nimasini aytasiz, to'ylarga yetkazsin. Ishqim, Burxonjon aynib qolmasin-da, zo'rg'a ko'ndirdim ha. Yaxshi joyda qo'ldan ketib qolmasin dedim. Mayli, oyijon.
hali hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xohlasa Xohlasa xavotirlanmang. iloyim qizim baxtli bo'lsin. Ilohim baxtli aytganingiz bo'lsin. kelsin. Bularni taxlab olib kirib qo'yaman. Ha, bo'lsin. olib kirib qo'ying, chiroyli qilib taxlab. Ha. Men tengilar hali turmushga chiqmasdan nega uydagilar meni turmushga berishmoqchi? Dadam meni kelajagim uchun qayg'urib, institutda o'qisin deb repetitor topdi. Pul to'lab o'qitmoqda. Lekin nega dadam ham qarshilik qila olmayapti? Meni orzularimni nega uydagilar tushunmayapti? Nima qilsam ularga qarshi chiqa olaman? Hammaga qarshi chiqishim mumkin. Ammo buvimga qarshi chiqa olmayman. Kim akam? Alo, eshitaman. Assalomu alaykum xudo, men ma'murman. Assalomu alaykum xudo. Amerikada ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi yuribsizmi? Shukr, hammasi yaxshi. Madina qizimiz Westminsterga o'qishga kiribdi, tabriklayman. Rahmat xudo, rahmat. Xullas xudo, keladigan hafta to'yni belgiladik. Men ertaga keliningiz bilan Toshkentga uchyapman. Xudo xohlasa bu yog'iga to'y. Sog' bo'ling. Ko'rishguncha xudo. Ko'rishguncha xudo, yaxshi yetib kelinglar. Ilohim, to'g'ri yo'lda bo'laylik-da. Voy, o'ziyam to'ymisan, to'y bo'ldi-da. To'yni ham mana o'tkazib oldik. Voy, Ma'murjonni qarang, Ma'murjonni. Voy, dollarlarni shunaqa sochdiki, qo'shnilarim havas qilib qayib qolishdi-ya. Ha. Hamma hayron qoldi. Nimasini aytasiz onajon? To'y zo'r bo'ldi. Faqat shu Ma'murjon akamiz dollarlarni sochib chakkish qildimi deyman-da. Hammani o'ziga qaratganlar qoldi. Axir pul ham, non ham rizqimiz-ku. Uvol bo'ladi-da. Odamlarga ham tushunmayman. Voy, siz odamlarning yomon tarafini o'ylamang darrov. Axir orzu havasi bordirki, niyat qilgandirki, shunaqa qilgan, to'g'rimi oyijon? To'ppa-to'g'ri, o'zi ham 20 yil deganda qaytib keldi-da. Ha, bitta o'g'li bo'lsa, axir orzu havasi bor bo'lsa, xursandligidan suyisi qildi-da. Ha, ikki kishi bilan bag'ishlash qiyin baribir. Oyijon, men ishlarim bor edi, duo qilsangiz. Qaytgunimcha Mohinani uyidan ham kirib xabar olib o'taraman. Mayli. Qani ilohim. Qani amin. To'y ustiga to'y bo'lsin, qizim baxtli bo'lsin. Sen ham nevara, chevarali bo'lgin. Alloh Akbar aytganingiz kelsin oyijon. Men kuzatib kelay, o'g'lingizmi bo'lsa? mayli bolam, mayli. Aylanib ketay-a. Nimaga asabiylashayapsan, tinchlikmi? Nimagadir ko'nglim qash. Qizingizga qo'ng'iroq qilsam, ko'tarmadi. Qaytarib ham qilmadi. Yoki uxlayotganmikin-a? Ha, ishi bordir. Ish qilib shunaqa bo'lsin-da. Kim ekan shu topda? Kuyoving? Voy, olingchi. Labboy Masurbek. Alo. Dada. Assalomu alaykum. Uzr, kech bo'lganda bezovta qildim. Madinani ahvoli og'ir. Hozir shifoxonadamiz. Nima? Ha. Hozir boramiz. Qaysi shifoxonada? Shahar shifoxonasidamiz.
Iltimos, tezroq kelinglar. Hozir yetib boramiz. Xo'p. Nima bo'pti? Qizing shifoxonaga tushib qoldi. Qani yur ketdik. Voy sho'rlik. Assalomu alaykum doktor. Mumkinmi? Assalomu alaykum, keling aka. Men Shermat va Madinaning otasi bo'laman. Qizimning ahvolini bilgani kelgandim. Aka, qizingizni buncha erta turmushga bergansiz. Qizingizni organizmi turmush qurishga tayyor emas. Bachadoni juda kichkina. Kelin-kuyov to'ydan oldin tibbiy ko'rikdan o'tishmagan. Agar ko'rikdan o'tganda qizingizning kasalligi aniqlangan bo'lardi. Afsuski, qornida 2 oylik bolasi bor ekan. Bolasini olib tashladik. Endi esa bachadonini ham olib tashlashga majburmiz. Agar olib tashlamasak, kasallik boshqa organlarga ham o'tishi mumkin. Doktor, olib tashlamay davolatsa bo'lmaydimi? Qayerga davolatishni maslahat berasiz? Pulimiz hammasi yetarli. Yosh qizni kelajagi buzilmasin, iltimos doktor. Qayerda davolatsangiz ham buni endi foydasi yo'q. Yosh qizni kelajagini oldinroq o'ylaganingizda bu ishlar bo'lmasdi. Kasalligini aniqlab, davolanib turmushga chiqqanda hammasi yaxshi bo'lardi. Afsuski, endi kech. Sizga rahmat, doktor. Mansur, to'ydan oldin tibbiy ko'rikdan o'taman degandinglar. O'shanda tibbiy ko'rikdan o'tganmidinglar, shundaymi? Doktor o'rtog'imdan ma'lumotnomani sotib olgan edim. Nima? Maraz. Nima deyapsan? Senga ming la'nat. Senlarga ishongan menga ham ming la'nat. Qizim endi farzand ko'rolmaydi. Eshityapsanmi? Farzand ko'rolmaydi. Ona, bugun Madina uyga qaytadi. Undan o'tmishi haqida so'ramanglar. Yana ko'ngli o'simasin. Hammasiga men aybdorman. Meni kechiringlar. O'zingiz aybdor hisoblamayman. Bo'lgan ish bo'ldi. Hozir unga biz dalda bo'lishimiz kerak. Mansur bugun Amerikaga uchib ketar ekan. Ularning hayoti tugadi. Ona, Madinadan Mansur haqida so'ramang. Men ishga boraman. O'ldirayjon. Meni kechiring kelin. Men aybdorman. Siqilavermang. Bunda hammamiz ham aybimiz bor. Aybdorman kelin. Biz juda ham shoshib qo'ydik. Shoshib mana shu nabiralarimizni hayotiga ozor berib qo'ydik, dugona. Agar hammasiga men aybdorman. Agar men mana shu o'g'limni ko'ndirmaganimda, nabiramni mana shu yigitga tegasan deb majburlamaganimda bir oila parokanda bo'lib ketmas edi. Yo'q, o'rtoq. Sen o'zingni ayblama. Hammasiga men aybdorman. Hammasiga men bosh-qosh bo'lganman. O'shanda
2 yoshni majburlab tibbiy ko'rikdan o'tkazganimda bu g'avg'olar bo'lmasdi. Yo'q. Men aybdorman, men. Ularni men ko'ndirganman. Men aybdorman, dugonajon. Sali, bir narsani o'yladim. Nabirangni Amerikaga o'qishga yubormoqchiman. O'zim bosh-qosh bo'laman. Bu anchadan beri o'qishni orzu qilib yurganda. Zora xursand bo'lgandan meni kechirsa, vijdonim juda ham qiynalib ketyapti. O'rtoq, meni kechir. Sen ham meni kechir, dugona. Kechir. Dugonajon, kechir.